pasporti, ayam pasporti desangiz, o'shanga qarab keyin qo'yib yuboraman aka. Tushundingizmi? Yo'q, hozir men umuman gapingizga tushunmayapman. Hozir davengiz bo'lish kerak. Men o'g'il bo'lmagan taqdirda sug'urtani o'zi bilan haydab yuribman, sug'urtani o'zi bilan haydab yurib, sug'urta qildirib olaverasiz deyapman. Siz mana mashinani egasini hujjatini bering. Masalan, ayezligini qanaqa qilib bilamiz aka? Yo'q, shuncha joyda gay to'xtatib dokumentlarimni ko'ryapti-da, bironta bir aytmayapti. Ayam desangiz shuna qo'yib yuborayapti, to'g'rimi? Yo'q, onamligini aytayapman, bo'ldi, shu qo'yib yuboryapti. Qani ayezni masalan hujjatini bering deyapman sizga. O'shani. Yo'q, men hujjatni o'zida yuradi aka. Nimaga o'zida yuradi? Nima olmagansiz aka? Yo'q, mashinada nima qiladi? O'zi hujjat o'zi kerak. Jarim maydon qo'yib qo'yaman. Tegishli hujjatlarni deb ayezni hujjatini olib chiqib ketaverasiz aka. Qandayligini o'z ko'rasiz aka. Qandayligini ko'rasiz. Hozir ma'muriyat bo'limimizga uchrashasiz, borib. Gay so'rovdi, ayamni hujjatini so'radi, taqdim qila olmadim. Ona bolaliklaringga qanaqa qilib dakaz qilib berasan deb aytdingiz. Hozir shu asos bo'ladimi? Ha, aka, aytyapman-ku mana. Yo'q, siz bu kamerangiz ishlayaptimi? Qasd qilmayapsizmi? Nima uchun qasd qilaman aka mana? Keling, mana sal balandroqda bizniki. Mana, ko'ryapti? Ko'rindimi? Yo'q, hozir men shunga tushunmayapman. Aka, men sizni tanimasam, yo birinchi marta ko'rib turgan bo'lsam, qanaqa qasddan qilaman sizga? Savol. Yo'q, dokumentimda kamchilik bo'lmasa. Mana o'shancha aytyapman mana. Onangizligini ko'rsatib bering, bo'ldi. Masalan, mana ayamni hujjati desangiz, shunda ko'raman deb bo'lib ketavering deydi. Abdurayimova Farida, Hayratovna. Ha. Yana nima kerak? Endi bilmadim endi. Qanday ismini bilasizmi? Abdurayim Sobirjon. Ana. Tavba qilmang, birinchi marta eshityapman ona bola. Aka, siz tavba qilmang. Aka, siz o'zingizga o'zingiz aqlingiz yetmagan narsaga bilmayman, siz aniq. Yo'q, hozir men dokumentni o'ziga shaxsiy hujjatida qarang aka. Ha. O'shani menga mashinani solib qo'yishga majbur emas-ku. Ayangiz bilan dadangizga nikoh qog'ozini kopiyasini solib qo'yishingiz mumkin, to'g'rimi? Endi yog'ini bilmasak endi hamma joyda. O'sha yerda aqlingiz yetmaydi-da. Aqlingiz yetmagan narsaga men buni tortishyapman. Hech qayerda unaqa nikoh qog'oz boshqa deb so'ramagan lekin aka. Siz o'zingiz noto'g'ri unaqa. Aka, qayerdan siz? Zomindanmi? Zominning o'zidanman aka. Ana o'chib turing-da, zo'rga gapiraman. Aytavering aka, sizga zo'rga gapiraman. Ommaga chiqaramiz bo'ldi aka. Aka, ommada chiqaravering, hech effekt bermaydi u. Aka, ommaga chiqar. Aptechkaga pullaringiz bormi aka, transport jihozlaringiz? Oling aka. Bor. Oling aka, ko'rsating. Ommaga chiqarasiz. Uyingizga borib, kirozida qo'ying. Ayangiz bilan ko'rasiz. Yo'q, o'zi to'xtatish sabablarini ham so'ramadingiz aka. Zominliklarga tekin kasal bo'libdi-ku. Yo'q, to'xtatish sababini aytmadingiz aka birinchidan. Aka, to'xtataveraman aka. To'xtatishning sababi nima aka? Xohlagan mashinani to'xtatib, hujjatini tekshiraman aka. Yo'q, mayli, siz to'g'ri tushunyapman aka. Siz aka bilib qo'ying aka. Siz to'g'ri tushunyapman aka. Boya gapimni esingizdan chiqarmang, uyga borib televizorga olaylik aka. Kim bilan ko'rishingizni ham aytdim-ku aka. Yo'q, mayli, tushunyapman aka sizni. Aptechka buni ichidan olganman lekin. Bu aptechka. Bu so'raganini bittadan tashlab kelgan edim. Ichida bintlarini. Ha, dada. Aptechka to'liq emas aka. Yo'q, ichida narsa tashlab keldim deyapman-ku, bu so'raganda. Nima uchun tashlab kelasiz aka? Endi yordam qildi-da, berib to'ldirib qo'yman. To'ldiramiz endi. Qanday? Spel, paxta, jigut, endi o'sha birinchi tibbiy yordam o'sha kerak bo'ladi-da, tashlab kelganman-da. Mana, spiskasi. Yo'q, tushunyapman sizni. Mana, o'qib oling. Agnichtir lombalangan. Mana o'qib oling aka. Tushunyapman sizni. Aptechkangizda deyarli faqat o'zingizga kerakli dorilardan boshqa narsa yo'q. Yo'q, birinchi tibbiy yordam narsalarni tashlab kelganman deb aka, siz tushunyapman. Aka, to'ldirib qo'ydim. Nima to'ldirib qo'ymagansiz aka? Endi ishdan chiqib endi kelyapman aka, to'ldir endi Xo'p, sizga aslida ma'muriy bayonnoma rasmiy berib, ommaga chiqar, omma bilan sudga beray aka men. Bo'ptimi? Siz raqamingizni ayting. Siz to'g'ri tushunyapman gapimni. Asossiz ona bola ekanligiga ishonmayapsiz siz. Ishonmayman aka. Nima uchun? Siz asoslab bera olmadingiz-ku. Qanaqa nima uchun? Qaysi qonunchilikda bor aka o'sha nikoh qog'ozini mashinaga solib yurish kerak ekan ota-onasini degan. Onangizga isbotlab bera olmayapsiz siz. Yo'q, men nimani dokazat qilishim kerak? Mana shu hujjat bera olmaysiz aka. Hujjat mana shu-ku. Sizga nisbatan yo'l qaraganim 123 qismida ma'muriy bayonnoma rasmiy aytibdi. E'tiroz yo'q, e'tirozim bormi? Qanday chiqarmaysiz? Asossiz nimaga chiqarmaysiz? Ana aytyapman, anani aytyapman. Aptechkangiz to'liq emas ekan deyapman. Tibbiy yordam ko'rsatib keling deyapman. Birinchi tibbiy yordam. To'ldirib qo'yishingiz kerak edi aka. Endi to'ldiraman aka, nima? To'ldirmaganingizni yozib beryapman aka. To'ldirmaganingizni, tushundingizmi?
to'ldirmaganingiz yo'q deb. Telefonni qamaysiz. Bosh tortaman aka. Bo'ldi, bosh tortavering aka. Yo'q, aka, Telefonni banki. qamaysiz. Bo'ldi aka. Sudga bering, imzo qo'ying aka. Imzo qo'ying. Yo'q, hech nima imzo qo'ya olmayman aka. Imzo qo'ya olmaysiz. Yo'q, uyda ruxsat bermay urishadi meni. Ayingiz bilan ko'ring bu video.